mana hozir va nihoyat Shveysariyaga yetib keldim. Stories. Endi hozir keldim o'zim. Nechidir soat yo'l bosib, endi hozir gostinitsamga joylashaman. Bu yerni fonlarida qo'ymanga yoqdi lekin. Toza havosi ham yoqdi. Dam olaylik. Keyin qayerlarnidir ko'rarmiz. Opela inglizcha gaplashyapti. Gostinitsamga ham kelib oldim. Man Yevropadaman. Cho'slammi? Hozir prosta Instagramga yetmagandim. Men hozir bitta o'zim uchib keldim. Hech kimga nasib qilmadi men bilan kelish. Endi hozir Shveysariya, Parij, Italiya qilib aylanamiz sizlar bilan. Men bilan, короче, meni kuzatishda davom etinglar. Men bitmani otelim. Men har doim o'sha bitta o'zim uchib yurganim uchun har doim ikkita spalnida bitta o'zim yotaman. Tak, bu yoq meni gostinitsam, bu yerda 2 kun bo'laman-da, keyin tog'li joyga ketamiz. Вот. И мы обедаем. Вот такой вид, короче. Швейцария, Швейцария. Qatlan aylansak bo'ladi endi bugun. Kechga yaqin chiqaman endi. Вот, короче, meni aeroportda yarim soatdan olib qolishdi. Nima kelding? Nima bitta o'zing kelding? Короче, yo'q deb. Keyin no money my friends dedim. Ana o'rtalarim puli yo'q, sherigim yo'q edi, bitta o'zim keldim, ko'rishdim. Keyin Instagramimni, gostinitsamni, kelib ketishimni hammasini rasm videolarga oldi-da. Keyin qo'yib yubordim. Endi hozir gostinitsamga keldim, o'ylayman, bugun qayerga borsam ekan deb. Endi hozir rostdan bitta o'zim keldim, 4 ta davlatda bitta o'zimiz ko'ramiz, deysizlar bilan. Romantik joylarda men bitta o'zim deb yuraman. Tak, menga gostinitsam yo'qdi. Men bu shtativ ulgurni oldim-da, ishlatib yuraman deb. Shuni qanaqa qilib baland qilishni bilmay boyadan beri o'ralashib yurdim mana. Shu shtativ oldim lekin. Вот. Bugun aylanamiz xudo xolasa. Ko'chalarni. Asabim buzilib chiqdim hozir gostinitsadan. Hatto havo ham sovuqmi desam, yo'q, yaxshi issiq ekan. Men o'zdan o'zi shabada bo'lib ketdi-da. Men taksi chaqirilmaydi-da, yo kartam bo'lanmayapti. Yo kartadan pul yetmaydi. Bir 40 minut o'ralashdim u. U bilaman nima ekan. Wow. Bu Shveysariyani o'zini qanaqadir nimasmi, amaki yugurib yuribdilar. Sog'lom hayot har doim yaxshi. Taksi chaqirguncha bir 40 minutimni yo'qotdim der ekan. Endi hozir bitta o'zim aylangani chiqaman. Oy, xalesan. Shveysariyada yuraman deb bu yerda unaqa metrolar yurar ekan. Ana shahar ichida prям yurar ekan deb bu metrolar. Mana bitta ovqatlansanglar bo'ladi. Вот. Aylanib hozir xuy yo'qotganlar kelib qoldim-da hozir. Ajoyib atmosferaga tushib qoldim. Keyin bitta kampir kelib turdi. Do you speak English dedi. Bitta basharasiga qaradim u. Siganga o'xshatgan ekan. No dedim. Mana shunday yurib ketsam, please dedi, no English dedim. Mana unga qarab turib. Ketyapti jikkillab. Bunaqa vaqt ochmasdingiz, efirda dam olishdaman-ku, ko'chada emasman-da. Gostinitsadaman. Bugun ertalab 11:30da keldim-da. Soat kechqurungi 2 da yo'lga chiqdim. Kechqurungi 2:30 da samolyotimiz uchgan bo'lsa, bugun soat abedki 11 da keldim men Shveysariyaga. Nimadir kontentlar qilishim kerak edi. Mazasi endi
sherik bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Endi bitta o'zimman endi. Bitta o'zim aylanaman. Da tog'li joyga 2 kundan keyin boraman-da. Bugun erta shaharni aylanaman. Keyin 2 kun tog'li joylarni aylanaman. Qaysi o'ynashing chaqirdi? Qaniydi qaysidir o'ynashim chaqirsa, shuncha rasxod qilmasdim billaydi. Qaniydi o'ynashim chaqirsa, shuncha rasxod qilmasdim. Hozir o'sha o'ynashim bilan qayerdadir restoranda hayyara yurardim. Blok qo'ring negativlanida. Ну, натур 6,5 тысячи долларов. Натур 14 дней. Это кроме расходов только гостиница и билеты. Где-то 6,5 тысячи долларов. Kiprigingiz muncha chiroyli. Yo'q-a. Igina go'sht bo'laylik. Yo'q, rahmat. Thank you so much. Kimdir bilaman, dugona bo'laman degani bu o'sha odamga men to'lab yurib, o'zim bilan chet ellarga olib boraman degani emas. Viza где-то 600 долларов. Umuman kerak emas. Men kimdir bilan o'rtoq bo'lib yursam ham o'ziga o'zi pul to'laydigan, o'zini o'zi обеспечить qiladigan qiz bilan o'rtoq bo'laman. Menga nafik kerak emas. 2-3 yil yurdim, hammaga pul berib, sog'ilib, haligacha kerak bo'lsa restoranlarda sog'ilib, shotini to'layman. Nafik menga kerak, undan bitta o'zim yurganim yaxshi. O'zim uchun o'zim pul to'lab, kimdirga pul to'lagandan ko'ra. Qaysi bir rahmatini aytdi menga. Undan o'zimga pul sarflasam achmayman. Kim qaysidir qizga pul sarflaganimdan ko'ra. Zaybal, nima turib beraman? Da, подруг нет. To'g'ri o'zingni sevib naqling. To'g'risi-da, yurdim nechtasiga shot to'lab, orqasidan 300 dollar, 200 dollarlab restoranlarda tashab ketsa mana. Pul to'lab, shotini to'lab, yopib shotini. Hamma kerak bo'lsa chet elga ham olib chiqdim-da. Billa o'zim bilan chetga ham olib chiqdim. Rahmatini ko'rdimmi? Mana bittasini rahmatini ko'rganim yo'q. Meni davrimda mazza qilib mayli deyman. O'zimdan katta deb o'rtoqlarim. O'zim tengi o'rtog'im yo'q. Kamida 3-4 yil, 5 yil katta mendan hammasi. Mayli deyman, shu yosh ekanman. Meni davrimda mazza qilsin deyman. Meni davrimda shu chetni ko'rdi deyman. Meni davrimda shotga bordi. Meni davrimda men bir restoranda ovqat yalamayapti. Mayli, xush nim deb Da, shunaqa. Yosh bo'lib turib, mayli xudo shularni menga muhtoj qilibdi. Meni kimdirga muhtoj qilmasin bo'ldi. Meni kimdirga muhtoj qilmasin. Qayerdasiz? Men Yevropadaman, do'stlarim. Men Yevropadaman, yana ham o'zimni panyatkamni yana ham oshirgani keldim. Odam har yili o'zini miyasini yangilab, takoy dunyo ko'rib yangilanib turish kerak-da. Mana men o'zi Baliga bordim, Sharm-el-Shayxga bordim. Ko'p joyga bordim. Endi hozir xudo xolasa mana shu Yevropani ham ko'rsam, yana ham meni fikrlashim, dunyo qarashim yana ham ortadi. O'zi ham hozir dunyo qarashim yaxshi-da, normalmi. Yana ham meni dunyo qarashim ortadi. Qancha odam ko'p davlatga chiqsa, shunchalik panyatkasi oshiradi. A negativlarni panyatkasi shunchalik ko'timdan ham pastga tushib ketaveradi meni. Chet elda yurganimni ko'rib, ko'ti kuyib, mana men shunchalik yomon bo'lganimda Xudo menga bunaqa joylarni nasib qilmagan bo'lardi.
22 yoshimda Yevropani ko'rdim. Yevropani aylanib yuribman 22 yoshimda. Kim o'ylabdi deysizlar? Kim o'ylabdi deysizlar bir kun kelib buvamni TikTok olib o'tirgan paytlarimda TikTok olib bloger bo'lib ketib shuncha davlatga borib 22 yoshimda Yevropaga kelishimni kim bilibdi deysizlar? Ki odam Xudo beraman desa hech gap emas-da. Undoq qiladi. Ol bandam deydi. Qanaqa qilib bunaqa davlatga, qanaqa qilib bunaqa joylarga tushib qolganinglarni o'zingizlar tushunmay qolasizlar. Men qatdan bunaqa narsa qilaman deb tirnog'imni yangi qildirdim-da. Erga tegib hozir nima qilaman? Erga tegib bola boqaman, bolaga qarayman, erimni ishdan kelishini kutaman. Na chet elda ko'raman, mana yuramanmi? Yashayman o'zim uchun. Yashayman o'zim uchun men. Mayli kecha oila qursam, Xudo necha yoshimda nasib qilgan bo'lsa, men yashayman lekin. Hozirdan erga tegib ketish niyatim yo'q. Dunyo ko'rgim bor meni. Yosh paytim maza qilib yurgim bor. Davga gaplashdim, u zarilmas dotdi-yu. Daybat saqagan dotdi. Yoshingiz katta bo'lsa tushunasiz. Nima uchun? Hozir 22 yoshman. Hozir 22 yoshman. Nima qariganman hozir? Nima hozir endi men 22 yoshimda erga tegishim kerakmi, Kamol aka?